2 qism. Oshxon uyda onam ko'z yoshlarini qo'llarida etganicha bir tarafdan ustin retlayotdi. Mashtuvda o'tqalab o'ltirgan dadam bo'lsa, eg'ir o'xsinganicha opamning yig'ilg'incha aytgan so'zlarini anglamoqda edi. Lekin opamning eg'izdan chiqayotgan so'zlar meni sayitib, quloqlarimga ishonmaylik qilishga majbur qildi. Qodirning o'g'li qahramonga kelgan kun, endi bizning o'g'limizning beshiga keladigan bo'ldi. Seriq nurni ko'ribdi. O'zi shundoq deydi. Qahramonga elishib qilishdan burun shundoq bo'lgan. O'g'limizni shahardagi tuqqanlarning uyiga yo'lga selib etaylik dadasi. Sizlardan xo'shib ketdi. Hamda o'ylanib turayvermasizlar. Bizning shu birla o'g'limiz bor. Sizlardan o'tinib qolay. deb o'zini tutib ololmay yig'lashga boshladi. Opamning yig'isi chidamay, opam dadamdan so'radi. Ham qahramonning nima uchun elishib qolganligini bilish uchun shikni oldiga chiqdim. Atrof shunchalik jimjit. Udul berib, kichkimda billa o'ynab cho'ng bo'lgan Muratning ishkin qiqishga boshladim. Ta'limga yarasha Murat uyda bo'lib, u meni ko'rgandan keyin "Odash, xush kelibsan. Ha, bula. Shin oldi tumay tezroq uyga kir." deginicha xuddi bir anasdan andikib ketgan odamdek pat-pat orqa qarab qo'yatdi. Uning bilan birga uyga kirgandan keyin u menga qarab, "Jinim odash, uyimga kelguncha hech qanday xayrli his qilmadingmi?" deginicha piyoladek ichilib, poltiyib, chanoqdan chiqib ketayil deb qolgan ko'zlari bilan menga hayronlik nazarida o'z savoliga javob berishimni kutib o'tdi. Uning nima deyotganligini tushunamay, "Nimalarni deydigansa, qanday xayrlik-ku? Tunugundan beri uydagilarga ham bu yuzliklarga diqqat qildim. Burunqi qat'iy o'xshamaydigan bo'lib ketibdi. Hamma kishi uydan chiqmay o'ltirdi ekan, yana texi qahramonmi?" So'zimni oxir tugamasdan Murat eg'izimni g'achchid etdi-da, "Bo'ldi, so'zlama. Pulani men sana keyin birlab deb beray. Oldingi yili mahallimizga to'lim chiroyli bo'yturq shunchalik to'lgan bir nazokatli qiz keldi. Bu qiz boshqa qo'shni kanatdan kelgan bo'lib, boshqalarga uning go'zal ham mijoz xulqning yaxshi ekanligini ko'rib, o'z o'g'illariga kelin qilib berishni o'ylagan. Shu kunlarda qizning mahalladagi yetim bola Odil bilan chiqishib qolganligini ko'rgan. Bu qizga ko'z tikib turayotgan katta boylar uningga ko'z qizartib, qiz paxta terayotganda uning yenidan minutmi ayrilmaydigan Odilni mas qilib qo'yib, qizni odam yo'q joyiga ib kelgandan keyin uning nomusiga tegibdi va o'zlarining jinoyatini oshkorlanib qilishdan qo'rqib, qizning chiroyini tig'liq asbobda buzib o'tgandan keyin Odil bilan ikkisini tirik holatda ko'mib o'tibdi. Odilga doktorlarning qutqizishi bilan hayot qolgan bo'lsa-mu, lekin o'simlik odamga aylanib qoldi. Hech nimani to'ymaydi. G'ayri yeri Odil va qiz shu voqeaga uchrab, bir haftadan keyin mahallimizda qattiq yomg'ir yig'ib, sirtqa chiqqanda kechida yomg'ir emas, balki qon tomchilar ishkanligini, ya'ni kelib nurg'un kishilarning u qizning simasini tushib ko'rganligini, o'zlariga nafrat ilkida qarg'inicha javg'aylarda qon tomchitib, qisosimni olima davatqanligini, texim qo'rqinishligi uning qisos elishi o'tining texmi kuchayib, kichik bolalardan tortib qo'rqitayotganligini bildim. "Ha? Amisa qahramonchu?" deganimcha uning tezroq so'z boshlashini intizorlik bilan kutib, uning eg'iziga tikildim. Qahramon o'ziga o'zi qildi. Nafsoniyatchilikka beshiga balo bo'ldi. Odilning uyidagi pulga yaraydigan narsalarni elib chiqib setib o'tganligi. Uning uchun ayoljon uni to'xtamay izlashga boshladi. Uning qandoq narsani ko'rib qolganligini bizmi uqmadik. To'xtamay seriq nur, tilla olvasti deb vaqirabla ayol olvasti hammani o'ltirib o'tdi. Hech qaysin omon qolmaysa deb vaqirabla yuriydi. Lekin bu ayol jing'imi o'val bo'ldi. Shunda chiroyli bir qiz vol edi u. Muratning so'zini anglab, ayol jing'i birdam ishchim og'irsa, birda opamning ko'z yoshlarini o'ylab, uning bilan zodi bir ko'rish beqish maqsadida u ayol olvasti ko'ringan uyga qaraydigan bo'lib qoldi. Mana, bugunmi opam dadamlarning zo'rlishi qarmay, ularni tuqqunimizning to'yiga yo'liq silib o'tgandan keyin to'nglatqidagi go'shni oldim-da, ombar uydagi asqoq esib qo'yib, o'zim ombarning bir chetiga mo'kib o'tirdim. Lekin u bugun hech bir kelay demaydi. Uni saqlab o'tirib, o'zimni tuymay, ko'zlarim uyquga aylanib qopti.
nurg'un tishlarni ko'rishga boshladim. Bir vaqtda to'ng'ilgandek bo'lib ko'zlarimni ochdim. Rost degandek, ombor uyga bir xil sovuq, seriq nur so'rilib kirishga boshladi. Ehtimol ayoljin kelgan bo'lish kerak deganlarni o'ylaganimcha, bayqi ko'zlarimga yamashgan uyqu birdili yo'qib, sarkaklashishga boshladi. Jahondimi shundoq sajjonlik bo'ladi ekan-a? Ichimda uning chiroyiga qarab, men xili kelishgan ekanman deganlarni o'ylamoqda edim. U men esib qo'ygan go'shtni xompetilni eg'iziga silib chaynamay yutib o'tadi. Uning qo'shiq to'ygan bo'lish kerak. Ustida chiqayotgan seriq nur bag'ansir suzlab yo'q qilayil degan edi. Gerçi uning ustidan chiqayotgan seriqlikning nima ekanligini bilmasam-mu, ichimda balkim bu uning ajallik ojizligi bo'lishi mumkin. Uning qo'rsiq ochgan siri ustidagi seriq rangli nurmi shuncha qiynaq holatda aks etadi ekan. Shunlashqa seriq rangli nur yeniyotgan vaqtda uningga yaqin kelmay, nurning rangi o'chganda ondan uning bilan yiqilishni o'ylashdim. Mana hech degucha uning ustidagi seriq ranglarmi baroqli o'chdi. Asta uningga yiqilishga boshladi. Yuragim bargan sir gupildab so'qmoq dedi. Lekin shundaqdimi cho'qim uningdan so'rashga tegishli savollarni so'rab olmasam, ichimdagi savollar meni azobga qo'yadi. U mening o'ziga yiqilishayotganligimni sezdi bo'g'ay, birdil qattiq chayqirib, sakrab, ombor uydagi tom bilan tutishib ketgan terakning ustiga chiqdi. U hech qanday tutadigan asbobsizlar to'g'risiga chiqishi va uning sangilab yuzini yepib turgan qop-qora sochlari qo'shilib, uning eg'iz ichish uchun aran keltirgan jur'atimni allaqayoqlargadir yo'qitib etgan edi. Tuyuqsiz mening yotoq uyimning derazalari taraqshib ichilib, ayoljin menga yiqilishib badanimga o'tkir tirnoqlarini paturganicha, men tushunmaydigan ayolcha va erinch ovoz birlashib ketgan ohangda so'zlayotdi. Men bo'lsam, o'zimni bilmaydigan til bo'yicha, "Sening zoda nima maqsading bor? Nima uchun bu kanat bilan qizdirishib qolasa? Sening dastingdan bizga oromchilik yo'q." dedim. U bo'lsa undimasdan menga tikilib, ig'ir tez-tez ting'inicha so'zlarimni anglayotdi. "Bizni qo'yib etgan sening o'limingga biz sababchi emas. Shu oz bir qism kishilar sababchi, ularni jazolab bo'ldi. Yana bizni nima qilsin deysa? Odil hayot bo'lgan bo'lsa, u sening bunda qilishingni xohlamaydi." Ayoljin Odilning gapini chiqarishim bilan qattiq chayqirganicha qiz bolaning ovozida yig'i aralash ovozda, "Hech qaysing hayot qolmaysan. Mening o'limimga hamma sababchi" degunicha gilimdan qattiq bo'g'ishga boshladi. Uni shuncha ittirishga tirishgan bo'lsam-mu, uning hech kuchim yetadiganidek emas edi. U yuzlarini bargan sari menga yaqinlashtirishga boshladi. Uningdan qechib qutulishga faqatla madarim qolmay, badallarim bo'shishga boshlab, uning yuzlari xuddi tutunga aylanib, mening ichimga kirayotgandek meni kontrol qilyotdi. Shu topda uning boshqarshiq bo'ysunmasdan boshqa amal yo'q edi. Oradan xeyli vaqt o'tdi. Dadam opamlarga qaytib keldi. Lekin ayoljin ichimda meni tizginlab turganlik uchun ularga biroz zahmat yetishdan qo'rqib, o'zimni qochirmoqchi bo'lishim bilan opam, "Qo'rsqong ochdimi bolam? Voy, bu tuqqanlarimizning to'yi tugimay ashu" deyishga ishimdagi ayoljin opamga javob qaytarishga boshladi. "Oshmamti amsa qo'sqom, osquga jiqroqmi go'cha esib qo'ymapsa?" Shu topda opam hayronlikda turgan bo'lsa-mu, lekin dadamning chiroyida qon qolmagan edi. Ehtimol dadam bir narsalarni tushungan bo'lsa kerak. Han vaqtincha turgan opamni tortib, ichidagi uy tarafga qarab menishga boshladi. Men bo'lsam, o'z joyimda qoqqan qo'ziqdek turib qoldim. Mening g'alat bo'lib qolganligimni sezgan opam dadam meni ko'rganda ortiq gap qilmas bo'ldi. Afsuski, bu ayoljin ko'yganlik kishiga parakanchilik selib, qo'rqitishga xushtar bo'lib, mahallamizdagi yana boshqa qeyri yashanganlar va yosh qiz yigitlarni qo'rqitish uchun mendan zerikib, o'z ishlari bilan mashg'ul bo'ldi. Opam dadammo mening tuyuqsiz asolatim kelganligidan birda xo'shal bo'lsa, yana birda ko'nglarining bir yerlari parakan dedi. Mening kelganimga uzun bo'lganlik uchun mahallamizdagi yosh bolalar yig'ilib bir so'rin tuzishmoqchi bo'ldik va men chiroyli yasanganimcha ota-onamning to'sqiniga qaramasdan so'ringa qarab madim. Afsuski ayoljinning bizga qanday ishlarni planlab qo'yganligini bu yerda o'tirganlardan hech qaysimiz bilmaydik. Bu qitimliq so'rin
Kentimizdagi kengrek bir ochiqchilikdagi oshxona bo'lganlik uchun muhitim ancha degandek yaxshi emas. İşçilip dəldanshigan holda hojatxonaga kirish uchunmi xeyli yiroqlikdagi etizga berib, hojatimizni ravo qilib kelatdik. Mana sorunimni o'tirib oldim. Oldingi qitimdagi qo'rqinchli manzarlar esimga kelganida peshonamdan tarlarim chipildab qo'yilib, badallarim ig'irlashib, yuragimga xuddi tosh otib qo'ygandek shunchalik tasdi so'qmoqda.